Tasavvur qiling, 8 ta homilalarni yo'qotganlar. Shu holatlarda biz ayollarimizga odatiy homila rivojlanmaslik tashxisi qo'yamiz. Xalq tilida neorazivayshi beremiz. Ko'p bemorlari menga savol berishadi. O'zi bu holatlarga nima olib keladi? Kelinglar, men sizga shu videoda asosiy 3 ta sababni aytib beraman. Birinchisi, ko'pincha ahamiyat berilmagan birinchi faktor, qon quyilish faktori. Buning natijasida tromblar hosil bo'ladi va homila rivojlanmaslikka sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab gormon yetishmovchiligi, ya'ni progesteron onaning qornida kamligi sabab homila rivojlanmaydi. Va eng asosiysi, uchinchisi faktor juda ham ko'p holatlarda uchraydi. Irsiy genetik nosog'lom embrionlar, ya'ni bolajonlar 90% homila rivojlanmaslikka olib keladi. Bu holatlarda ota-onaga eko metodikasini tavsiya beramiz. Nimaga? Chunki homiladan oldin bizni genetik tekshiruvni o'tkazib, bolajonni 23 ta pari xromosomasiga tekshirib, jinsini bilib ko'chirganimiz ma'qul. O'shandagina sizni 9-homilangiz, xudo xolisa rivojlanib tug'iladi.